Gamit aka sochingiz yo'q qoldi. Yulduz chizib hozir. Yo'q. Yo'q bo'lib qoldi. Ey! Nima bilan qo'yinglar bolalar? Ey, bu normal narsa emas, bu. Nechasini bunaqa qilisham shu yerda? Sizni sochingiz yo'q qoldi. Blять, boshim og'riyapti. Omon aka. Nima? Gambitni mazasi bo'lmayapti. Qarang mana. Blять, boshim og'riyapti. Hazillashmay aldamayapsan. Meni kamerani chiqishmi? Yo'q, realni. Maqsad men yo'qligini kelishib oldinglarmi? Yo, brat, sochidan qattiq yulib yubordi-da, shunga boshi og'riyapti. Sochidan yulsa boshi og'rimaydi-ku. Seryoznimi? Gamit aka seryoznimi? Da, ham yulgan joyi bor edi, blak ko'zim. Turing. Shoshmanglar do'stlar, nimadir bo'lyapti Gamit aka. Normalmi hammasi? Blak ko'zim og'riyapti. Ko'zingiz nimaga og'riydi? Boshim ham og'riyapti. Nima? Ko'zim o'tirib ketayotgandek bo'lyapti. Shoshma, sanab ko'ring. Gamit aka, hammasi normalmi? Men mashina o'taman. Gamit aka? Mana buni qarang. Ey, ko'zingizga nima qildi? Nima qilgan? Do'stlar, bu вообще normal narsa emas. Ichimda kimdir bordi, jigar. Aka qo'ying. Men qo'rqaman, klon qani o'sha yerda.